Listemizi tamamlaştırmaz vatandaş. Bugün Cizdağı 2022 yıl 2. ayının 21. günü. Mavzumunda kışlık olimpik murasimi yapıldı. Altın medal erişken chet ellikten terbiyesiyle erken dünya devletine qaytqandan keyin Beijingni ayıpladı. Mavzulu xabar 2. ayının 21. günü Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. Nəhayət qattiq tərtib içində ötküzülgən 16 gün davamlaşqan Beijing qışlıq olimpik murasimi 2. ayının 20. günü yapıldı. Bexatar çigradan ayrılıp öz dövletiga qaytqan tərbiyəçilər erken dünyaya yetib kelgandan keyin dərhal bu növbətli qışlıq olimpik murasimi ötküzgən Beijingni ayblashga başladı. Beijing olimpik murasimida altın medal erişken Germaniyalik çangı taylish mahiri Natali dövletiga qaytqandan keyin Germaniya matbuotlariga mundaq dedi. Men endi Jungoga abadiy bormayman. O mundaq dedi. Mening u yerga borganligim Jungoga berishni xohlaganligim uchun emas. Balki qishloq olimpik murosimi Beijingda o'tkazilganligi uchun bordim. Nataliya Beijingga berishdan burun Xalqaro olimpik komitetining olimpik murosimi o'tkazish huquqini kishilik huquq xotirasi qabihlashgan Jungoga berganligini qattiq tanqid qilgan edi. O Beijingga borgandan keyin kishilik huquq to'g'risida jim turib oldi. Bir og'iz gap qilmadi. 2. ayning 8. kuni Beijingda olimpik murosimi orliqida mundaq dedi. O'zingga diqqat qil. Qayerda qandoq so'zlashga diqqat qil. Men o'ylayman, nurg'un kishilar mushundaq o'yladi. Bu yerda ya'ni Jungoda eng yaxshisi ko'p so'zlamaslik kerak. Beijing qishloq olimpik murosimida tez muz taylish bo'yicha 2 oltin medalga erishgan Shvetsiya mahiri Naylis Beijingga berishdan avval Jungoning kishilik huquq xotirasi to'g'risida so'zlash qolaysiz degan edi. O shu chog'da mundaq degan: "Men yaqindala berib kiradigan siyosiy sistem yoki ijtimoiy sistemni tanqid qilishni oqilona harakat deb qaramayman. Agar men uzoqroq yashashni o'ylaydigan bo'lsam, bir tuhfa yaratishni o'ylaydigan bo'lsam, men shunday qilishim kerak deb qarayman." Demak, gap qilsam Beijingda qo'lga oladi degan gapda buning ma'nosi. Musobaqa oxirlashib vataniga qaytgandan keyin Naylis mundaq dedi: Xalqaro olimpik komitetining olimpik murosimi o'tkazish huquqini mana shunday ochiqdan ochiq kishilik huquqi xiloflik qilgan davlatga berganligi chekidan oshgan mas'uliyatsizlikdir. Murosim boshlanishdan burun Beijingda bir nafar yuqori darajalik amaldor murosim mazgili sazgur kishilik huquq masalasi to'g'risida so'z bo'lib qolsa qandoq bir taraf qilasizlar deb savol qo'yilganda bu amaldor mundaq degan edi. Jungolik amaldor: har qanday harakat so'z ibora olimpik ruhiga uyg'un bo'lishi lozim. Jungoning qonunlariga xiloflik qilinsa ham jazoga uchraydi. Amerika va ko'plagan g'arb davlatlari rasmiy vakillar o'miga chiqarib 2. ayning 4. kunida 20. kunigacha Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik murosimiga qatnashtirmadi. Ya'ni Amerika boshchiligidagi nurg'un davlatlar bu olimpik murosimiga vakil evatmadi.